Birinchi yo'li mana atyorka bilan ochish. Ruchkaning tepa qismini sal tortib chiqarib o'zimizga va atyorkani ichkariga kirgizdirib buraymiz. Mana. Böyle chiqdi. Mana shuni ochsa bo'ladi. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li mana apshivkaning knopkasini ochikon atyorka, qiyshiq atyorka. Bunga ham mana ruchkaning tepa qismidan tortiladi va atyorka ichkariga tiqiladi. Bunga o'sha mana shunday qilib burash kerak. Mana stoperdan chiqdi. Bo'ldi mana. Uchinchi yo'li bu eng oson yo'li. Mana shunday marli yordamida ham ochsa bo'ladi. Yuqorida ko'rsatib o'tgan ikki xil atyorkamizdan birontasi ham bo'lmasa, marli yordamida ham ochsa bo'ladi. Mana shunday tepa qismidan tushiriladi. Ruchkan tortiladi. Ariqchasiga marli kirish kerak. Marlimiz yaxshilab kirgizdirib olib, mana shunday qilib birinchi o'chiratda mana ikkita ruchka bilan plastmassa arasiga yaxshilab marli kirib olish kerak. Kirgandan keyin mana bu stoper bo'layotgan bo'lsa, mana bu qo'lchasiga marli ilashgandan keyin pastga tortsa ochiladi.